Yaxshi ishmalardi. Salom hammaga, kutganinglardek biza kafe ochish uchun hamma lokatsiyalardan tanlab Selmun'da to'xtaldik. Kafe ochish fikrimiz aynan shu shirinlikdan boshlangani esingizda bo'lsa kerak. Xullas, barcha lokatsiyalarni plyus va minuslarini taqqoslab Selmun yaxshi dedik va joyimizni egasiga bog'lanib, uni kelib joyni ko'rsatib berishni iltimos qildik. Egasi "Xo'p, faqat ertaga" dedi. Biz esa kafeni o'ngdan chapdan, keyin to'g'risidan o'tib qaradik. Hammasi ko'ngildagidek edi. Ertasi kuni esa Assalomu alaykum hammaga. Qorli Toshkentdan. Vobshe shunaqa ham chiroyli bo'ladimi? Qiladigan ish yo'li ertalabdan Seulga kelib oldik. No, hech kim yo'ligiga. Shunaqa ham chiroyli. Ha, balandroq ayting-da. Natizaxon. Dadam sizga bermamishmidi? Hadiz bering, kambag'alni beruvdilar. Mana Seul bunlarni sotib oldim. Xatini Endi bo'y joyini. olib berasizmi? Mana hamma yo'q. Turetskiy restoranlar yo'q. Mana pastda xitoyskiy restoranlar yo'q. Hamma narsa bor ekan o'zi ham. Mo'qada nima yapıyor burada? Hadi bakalım. ertasi kuni qor yog'ib yubordi va issiq kiyimlarimiz bo'lmagani uchun juda ham sovuq qotdik. Mayli, do'kon egasi kelsa bo'ldi dedik. Do'kon egasi keldi, ichiga kirdik va bo'ldi. Biza shotdan joy ochamiz dedik. Shartda chiqdik va reklom raqamlarini shilishni boshladik. Ko'rsanglar, o'shanda bizani xursandchiligimizni ta'riflashga til ojiz edi. Men Kumalkapani videoga oldim, rasmga oldim. Meni videoga oladigan hech kim yo'q edi. Ertasi kuni arxitektor, dizayner chaqirdik. Menimcha to'g'risi shu bo'lsa kerak yoki dizaynermi bilmadim xullas. Uni chaqirdik, uncha narsalarni tushuntirdik, tanlagan ranglarimizni aytdim va darrov bizani kafe uchun bir necha proyekt chizib tashlab berdik 3 kunlarda. Bu orada Malkapamga iltimos qildim, menga videograflik qilib turing deb. Telefon tutqizib qo'ydim va ochilishga mos o'zimcha kontentni oldim yarimchalik qilib. Keyin sex uchun tanlagan joyimizga keldik. Bu joy faqat sex emas, balki keyinchalik kurslarimizni ham o'tkazishimiz mumkin bo'lgan joy qilib proyekt qildirdik. Bu joy keng, toza, yorug'ligi bilan ko'nglimizga o'tirdi. Keyin esa olgan duolarimizni kuchi bilan bo'layotgan ishlardan xursand bo'lib Istanbulga yo'l oldik. Yo'l olar ekanmiz juma kuni bo'lgani uchun hamma milliy do'ppida edi. Bu juda ham xursand qildi bizani. Video. Telefon bor, o'zimizdan ko'rgandek ololmaydi-da. Qaytgan kunim ertasi kuni Ramazonni birinchi kuniga turilishi kerak bo'lgani uchun Yusufni videografini chaqirtirgan edim va o'sha kuniyoq Ramazonga mos video olib oldik. Chunki bo'lmasam kech qolib ketardik. O'sha kuniyoq profilga chiqardik charchaganimga qaramasdan. Ertasi kun Ramazon boshlandi, tarovih namozidan keyin esa jomida tashkillashtirilgan bolalar uchun o'yinlarni o'ynadik va biza kattalar ham bolalarcha mazza qildi. Yaxshi esdalik bo'ldi aslida hammamiz uchun. Ertasi kuni klinikadagi ishimga sho'ng'ib ketdim. Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Qalaysizlar, ishlarni boshlab oldim va ishim apchi ko'payib ketibdi. Gap unda emas. Kecha to'g'risini aytsam, Toshkentdan bu safar juda boshqacha hayajon bilan, bir dunyo taassurot bilan va bir tonna reja, o'y fikr bilan qaytgandim. Bu bilan qanaqa qilib yo'lga qo'yaman, nimadan boshlayman, nima qilaman, hammasi meni o'ylantirardi. Hammasi miyamda alg'ov edi. Ammo baxtimga bir oy Ramazon edi va qalban amin edimki, Alloh bizi bilanligini. Ramazon oyi boshqa duolarim bilan birga bu chiqqan yo'limizda undan yuzimizni yorug' qilishini ko'p duo qilib so'radim. Inshaalloh hammasi Allohga omonat dedim. Do'stni qidira boshladik. Davomi keyingi videoda bo'ladi inshaalloh. Sizlar ham Allohga omonat bo'ling.